Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men pensiya masalasida juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Yangi pensiya tizimiga o'tish bu oddiy pensionerlar yaqinda pensiyaga chiqadigan fuqarolar. Hozir ishlayotganlar va hatto yoshlar uchun nimani anglatadi? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner bor yoki pensiyaga chiqishga yaqin inson bor. Eng xavflisi shundaki, ko'pchilik o'z huquqini bilmagani uchun kamroq pensiya olishi, hujjatni kech topshirishi yoki muhim muddatni o'tkazib yuborishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday mavzularda men sizlarga eng kerakli va amaliy ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirib boraman. Avvalo masalaning asosini tushunib olaylik. Pensiya tizimi deganda faqat oylik pensiya oshadimi yoki kamayadimi degan savolni tushunmaslik kerak. Pensiya tizimi bu insonning ish staji, rasmiy daromadi, sug'urta badallari, mehnat daftarchasi, elektron bazadagi ma'lumotlari, imtiyozli davrlari, bolani parvarish qilish yillari, harbiy xizmat, nogironlik, o'quvchisini yo'qotganlik va boshqa ko'plab holatlarning umumiy hisob kitobidir. Oldin ko'p hollarda pensiya tayinlashda asosiy urg'u qog'oz hujjatlarga, mehnat daftarchasidagi yozuvlarga, korxona arxivlaridan olingan ma'lumotnomalarga qaratilar edi. Ya'ni fuqaro pensiyaga chiqadigan bo'lsa, u qayerda ishlaganini isbotlash uchun hujjat yig'ardi. Mehnat daftarchasi bor, unda muhr bor, buyruq raqami bor, arxivdan ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma bor. Demak, shu asosda pensiya hisoblanardi. Ammo bu tizimda juda ko'p muammo bor edi. Kimningdir korxonasi yopilib ketgan, arxivi yo'qolgan, muhr noto'g'ri bosilgan, familiyasi bir joyda bitta harf bilan farq qilgan, ayol kishi turmushga chiqqandan keyin familiyasi o'zgargan, lekin hujjatlarda moslik bo'lmagan. Natijada odam o'zi haq bo'lsa ham o'z ish stajini isbotlash uchun sarson bo'lardi. Endi tizim bosqichma-bosqich elektronlashib bormoqda. Asosiy maqsad shuki, davlat organlari fuqaroning ish staji, daromadi, soliq va ijtimoiy to'lovlari, mehnat shartnomalari haqidagi ma'lumotlarni elektron bazadan ko'rsin. Bu yaxshi tomoni bilan fuqaroni ortiqcha yugur-yugurdan qutqaradi. Lekin boshqa tomoni ham bor. Agar elektron bazada ma'lumotingiz noto'g'ri bo'lsa, ish stajingiz ko'rinmasa, ish beruvchi sizni rasmiylashtirmagan bo'lsa yoki oyligingizni konvertda bergan bo'lsa, kelajakdagi pensiyangizga bu bevosita ta'sir qiladi. Men buni juda sodda qilib aytaman. Yangi yondashuvda men ishlaganman degan gapning o'zi yetarli bo'lmaydi. Tizim qayerda ishlagansiz, qaysi yillarda ishlagansiz, qancha rasmiy daromad olgansiz, siz uchun to'lovlar qilinganmi degan savollarga elektron va hujjatli javob izlaydi. Shuning uchun bugungi mavzu faqat hozirgi pensionerlar uchun emas, balki 5 yil, 10 yil yoki 20 yildan keyin pensiya chiqadiganlar uchun ham juda muhim. Endi kim nimadan xavotir olishi kerak, kim esa unchalik xavotir qilmasa ham bo'ladi. Shuni batafsil tushuntiraman. Birinchi toifa, hozir pensiya olayotgan fuqarolar. Agar sizga pensiya allaqachon tayinlangan bo'lsa, bu ertaga hammasi bekor qilinadi degani emas. Odatda tayinlangan pensiya huquqi saqlanadi. Lekin qayta hisoblash, qo'shimcha stajni kiritish, avval hisobga olinmagan davrlarni qo'shish, nogironlik guruhi o'zgarishi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ustama va kompensatsiyalar masalasida yangilangan ma'lumotlar muhim bo'lib qoladi. Masalan, bir otaxon 62 yoshda pensiyaga chiqqan, unga 22 yil ish staji hisoblangan. Keyin u eslaydi. Men 1990 yillarda yana bir korxonada 4 yil ishlaganman. Lekin o'sha davr pensiyamga kirmagan. Agar o'sha korxona arxivi topilsa yoki elektron ma'lumotlar bazasida tasdiqlansa, pensiyani qayta hisoblash imkoniyati paydo bo'lishi mumkin. Lekin agar odam bu masalani ko'tarmasa, hech kim har oy uning uyiga kelib, "Yana hujjatingiz bormi?" deb so'ramaydi. Demak, pensioner o'z huquqini o'zi kuzatishi kerak. Ikkinchi toifa, pensiyaga yaqinlashayotganlar. Masalan, erkak kishi 60 yoshga, ayol kishi 55 yoshga yaqinlashayotgan bo'lsa, ayniqsa oxirgi 2-3 yil ichida hujjatlarni tekshirishi zarur. Men ko'p ko'rgan holat, odam 30 yil ishlaganman deb o'ylaydi. Lekin pensiya organiga borganda bazada 20 yil ko'rinadi. Qolgan 9 yil uchun hujjat talab qilinadi. Nega? Chunki bir davrda korxona rasmiy ro'yxatdan o'tmagan bo'lgan, boshqa davrda mehnat daftarchasidagi yozuvda buyruq raqami noto'g'ri. Yana bir davrda ish haqi haqida ma'lumot yo'q. Shunda fuqaro pensiyaga chiqadigan vaqtda asabiylashadi, arxivga boradi, eski rahbarlarni qidiradi, sudga murojaat qilishga majbur bo'ladi. Buni oldindan qilsa ancha yengil bo'ladi.
Uchinchi toifa. Rasmiy ishlamayotgan yoki norasmiy daromad olayotganlar. Mana shu yerda eng katta xavf bor. Masalan, bir fuqaro 15 yil qurilishda ishlagan, oyiga yaxshi pul topgan, lekin mehnat shartnomasi bo'lmagan. Ish beruvchi pulni naqd beraman, soliq ushlamayman degan. Bugun bu odamga qulay ko'ringan bo'lishi mumkin. Lekin pensiya hisobida u yillar ko'rinmasligi mumkin. Natijada u 15 yil mehnat qilgan bo'lsa ham, tizimda bu mehnat tasdiqlanmasa, pensiyasi kutilgandan past chiqadi. Bu juda og'riqli masala, chunki odam yoshligida hozir pulim ko'proq bo'lsin deydi. Qariganda esa nega pensiyam kam deb savol beradi. 4-toifa ayollar, ayniqsa farzand tarbiyasi sabab ish faoliyatida tanaffus bo'lganlar. Ayollarda bolani parvarish qilish davri, homiladorlik va tug'ruq ta'tili, ishga qaytish, familiya o'zgarishi, nikoh va tug'ilganlik haqidagi hujjatlar juda muhim. Masalan, ayol kishi 2 yil maktabda ishlagan, keyin 3 nafar farzandini parvarish qilgan, keyin yana ishga qaytgan. Pensiya tayinlashda qaysi davrlarda stajga kiradi, qaysi hujjatlar bilan tasdiqlanadi? Familiya o'zgargani qanday isbotlanadi? Bularning hammasi ahamiyatli. Agar nikoh guvohnomasi yo'qolgan bo'lsa, FHDG organidan takroriy guvohnoma olish kerak bo'ladi. Keling raqamli misol bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling. 2 kishi bir xil yoshda pensiyaga chiqayapti. Birinchi fuqaroning 30 yil rasmiy staji bor, ish haqi ham rasmiy ko'rsatilgan. Ikkinchi fuqaro ham amalda 30 yil ishlagan, lekin shundan 12 yili norasmiy bo'lgan. Hisob kitobda birinchi kishining staji to'liq ko'rinadi. Ikkinchisida esa faqat endiki yil tasdiqlanadi. Farq oyga, shartli qilib aytganda bir necha 100 ming so'mdan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Eng yomoni bu farq bir oy emas. Har oy davom etadi. Bir yilga hisoblasak, katta summa chiqadi. 10 yilga hisoblasak, odam o'zini hujjatsiz ishlagani sabab juda katta pulni yo'qotgan bo'ladi. Yana bir misol. Bir opa 25 yoshga to'ldi va pensiyaga hujjat topshirdi. U men 25 yil ishlaganman deydi. Tekshiruvda 19 yil aniq chiqdi. Qolgan 6 yil uchun arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'ldi. Arxivga borganda korxona nomi o'zgargani ma'lum bo'ldi. Eski nom boshqa, yangi nom boshqa. Hujjatlarda esa familiya ham turmushdan oldingi holatda yozilgan. Mana shu kichik ko'ringan nomuvofiqliklar pensiya tayinlash cho'zadi. Agar opa bu ishni 25 yoshga to'lishidan 6 oy oldin boshlaganida, pensiya vaqtida tayinlanishi mumkin edi. Endi istisnolar, yashirin nozik jihatlar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan tuzoqlar haqida gapiraman. Birinchi nozik jihat. Mehnat daftarchasi borligi har doim ham hamma narsa hal bo'ldi degani emas. Mehnat daftarchasida yozuv bo'lishi kerak, lekin u to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi ham kerak. Qabul qilingan sana, lavozim, buyruq raqami, ishdan bo'shagan sana, muhr, imzo, korxona nomi aniq bo'lishi lozim. Agar muhr o'qilmasa, yozuvda tuzatish bo'lsa, sana ustidan chizilgan bo'lsa, pensiya organi qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Ikkinchi nozik jihat. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar. Pensiya faqat stajga emas, rasmiy daromadga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Agar odamning oyligi rasmiy ravishda eng kam miqdorda ko'rsatilgan bo'lsa, lekin qo'lga ko'proq olgan bo'lsa, kelajakda tizim rasmiy raqamni ko'radi. Men aslida ko'proq olardim degan gapni isbotlash qiyin. Shuning uchun hozir ishlayotganlar ish beruvchidan mehnat shartnomasi, rasmiy maosh, soliq va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha shaffoflikni talab qilish kerak. 3-nozik jihat, yakka tartibdagi tadbirkorlar, o'zini o'zi band qilganlar va mavsumiy ishlovchilar. Bu toifadagi insonlar men davlat ishida ishlamaganim uchun stajim bo'lmaydi deb o'ylash ham noto'g'ri. Men pul topganman, demak pensiyam katta bo'ladi deb o'ylash ham noto'g'ri. Muhimi, faoliyat rasmiy bo'lganmi? To'lovlar qilinganmi? Davrlar bazada aks etganmi? Masalan, bozorda savdo qilgan odam patent yoki ro'yxatdan o'tish orqali ishlagan bo'lsa, tegishli davrlar hisobga olinishi mumkin. Lekin u yillar bo'yicha to'lov qilinmagan bo'lsa, muammo chiqadi. 4-nozik jihat, chet elda ishlagan fuqarolar. Bugun ko'pchilik bir necha yil Rossiya, Qozog'iston, Koreya, Turkiya yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Bu davrlarning pensiyaga qanday ta'sir qilishi xalqaro shartnomalar, rasmiy ish, to'lovlar va tasdiqlovchi hujjatlarga bog'liq. Agar odam chet elda norasmiy ishlagan bo'lsa, o'sha davrni O'zbekistondagi pensiya hisobiga kiritish juda qiyin bo'lishi mumkin. Agar rasmiy ishlagan bo'lsa, mehnat shartnomasi, ish beruvchi ma'lumotnomasi, sug'urta to'lovlari, tarjima qilingan va tasdiqlangan hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. 5-nozik jihat, pensiya yoshiga yetgan odam ariza bermasa, pensiya avtomatik ravishda har doim ham o'z vaqtida to'liq yurib ketadi deb o'ylamaslik kerak.
Ayrim xizmatlar elektronlashgani bilan fuqaro o'z holatini tekshirishi, ariza berishi, hujjatlarni taqdim etishi yoki kamida mas'ul organga murojaat qilish kerak bo'ladi. Muddat muhim. Kech murojaat qilish ayrim to'lovlar bo'yicha yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. 6-chi nozik jihat: nogironligi bor fuqarolar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, zararli yoki og'ir mehnat sharoitida ishlaganlar. Bu yerda umumiy qoida bilan cheklanib bo'lmaydi. Masalan, shaxtada, kimyo sanoatida, issiq sexda og'ir sharoitda ishlagan insonlarda imtiyozli pensiya huquqi bo'lishi mumkin. Lekin bu men og'ir ishlaganman degan gap bilan emas. Ish joyining ro'yxati, lavozimnoma, attestatsiya, buyruqlar, mehnat sharoiti hujjatlari bilan tasdiqlanadi. Agar lavozimnoma hujjatda boshqacha yozilgan bo'lsa, imtiyoz tan olinmasligi mumkin. Masalan, amalda zararli uchastkada ishlagan, lekin hujjatda oddiy ish deb yozilgan bo'lsa, muammo tug'iladi. 7-chi nozik jihat: pensioner ishlasa, pensiyasi qanday bo'ladi degan savol. Ko'pchilik pensioner ishlasa, pensiyasi kesiladi deb qo'rqadi. Bu masalada aniq qoidalar davriga, pensiya turiga va amaldagi tartibga bog'liq. Shuning uchun men har bir pensionerga maslahat beraman. Ishga kirishdan oldin pensiya turi, mehnat shartnomasi va to'lovlarga ta'sirini aniqlab oling. Oddiy yoshga doir pensiya olayotgan odam bilan nogironlik pensiyasi olayotgan odamning holati bir xil bo'lmasligi mumkin. Biror qaror qabul qilishdan oldin pensiya jamg'armasi bo'limidan yozma yoki rasmiy elektron javob olish foydali. 8-chi nozik jihat: qo'shnim shunday qildi, men ham shunday qilaman degan yondashuv xavfli. Pensiya hisobida ikki odamning holati tashqaridan o'xshash ko'rinsa ham, ichki ma'lumotlar butunlay boshqacha bo'lishi mumkin. Birining staji to'liq, boshqasining ish haqi yuqori. Birida imtiyozli davr bor, boshqasida yo'q. Birining hujjati arxivda topiladi, boshqasining korxonasi tugatilgan. Shuning uchun har kim o'zining shaxsiy pensiya holatini alohida tekshirtirishi kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam: shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID kartadagi ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana barcha hujjatlarda bir xil yozilganmi? Mehnat daftarchasida eski familiya bo'lsa, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat bormi? Tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, ajrim haqidagi hujjat, familiya o'zgargani haqidagi ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam: mehnat daftarchangizni ko'zdan kechiring. Undagi barcha ish joylarini alohida ro'yxat qilib chiqing. Qaysi korxonada, qaysi sanadan qaysi sanagacha, qaysi lavozimda ishlagansiz? Har bir yozuvda qabul qilish va bo'shatish sanasi bormi? Buyruq raqami bormi? Muhr o'qiladimi? Imzo bormi? Shuni tekshiring. Agar biror joyi shubhali bo'lsa, pensiya yoshiga yetishni kutmang. Hozirdan arxivga murojaat qiling. 3-qadam: ish haqi va rasmiy daromadlaringizni tekshiring. Hozir ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchidan siz bilan mehnat shartnomasi tuzilganmi? Oyligingiz rasmiy ko'rsatilganmi? Soliq va tegishli to'lovlar o'tkazilyaptimi? Shuni aniqlang. Siz buni ish beruvchiga ishonmayman degan ma'noda emas, o'z kelajagingizni himoya qilish ma'nosida qilasiz. Bugungi rasmiy oylik ertangi pensiya hisobida katta rol o'ynashi mumkin. 4-qadam: elektron xizmatlardan foydalaning. My.gov.uz soliq organlari, mehnat organlari yoki pensiya jamg'armasining mavjud elektron xizmatlari orqali shaxsiy ma'lumotlaringiz, mehnat faoliyatingiz, to'lovlaringiz bo'yicha ma'lumotlarni tekshirishga harakat qiling. Agar elektron bazada xato ko'rsangiz, keyin tuzatarman demang. Xatoni ko'rgan kuningizdan boshlab hujjat yig'ishni boshlang. 5-qadam: arxiv ma'lumotnomalarini oldindan oling. Agar siz 1990 yillar, 2000 yillarning boshlarida ishlagan bo'lsangiz, ayniqsa korxonangiz yopilgan yoki nomi o'zgargan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qiling. Arizada aniq yozing. Qaysi korxonada ishlagansiz, taxminiy yillar, lavozimingiz, eski familiyangiz bo'lgan bo'lsa, uni ham ko'rsating. Menga pensiya tayinlash uchun ish staji va ish haqi to'g'risida arxiv ma'lumotnomasi kerak deb yozing. Arizani 2 nusxada tayyorlab, qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki elektron raqamni saqlab qo'ying. 6-qadam: hujjatlarni bitta papkaga jamlang. Men tavsiya qiladigan ro'yxat quyidagicha: pasport yoki ID karta nusxasi, mehnat daftarchasi, diplom yoki o'qish davriga oid hujjatlar, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv javoblari, imtiyozli ish sharoitini tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlik yoki tibbiy mehnat ekspertizasi hujjatlari,
chet elda ishlagan bo'lsangiz, rasmiy shartnoma va to'lovlarni tasdiqlovchi hujjatlar. Hamma hujjatning asl nusxasi va nusxasini alohida saqlang. 7-qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limiga oldindan maslahatga boring. Pensiya yoshiga yetishingizga 6 oy yoki kamida 3 oy qolganda yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Mening stajim bo'yicha oldindan tekshiruv o'tkazib bering. Qaysi hujjatlar yetishmayapti deb so'rang. Agar og'zaki javob bilan cheklanib qolishni xohlamasangiz, yozma murojaat qiling. Yozma javob keyingi bosqichlarda sizga asos bo'lishi mumkin. 8-qadam. Xato bo'lsa, darhol tuzatish tartibini boshlang. Masalan, bazada 2005-2010 yillardagi ish joyingiz ko'rinmasa, avval ish beruvchiga murojaat qiling. Korxona mavjud bo'lmasa, arxivga murojaat qiling. Arxivda ham topilmasa, boshqa isbotlar kerak bo'lishi mumkin. Buyruqlar nusxasi, ish haqi vedomoslari, kasaba uyushmasi hujjatlari sud orqali yuridik faktni belgilash masalasi. Sud oxirgi chora, lekin ba'zan aynan sud qarori orqali stajni tasdiqlashga to'g'ri keladi. 9-qadam. Norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, vaziyatni o'zgartiring. Men buni juda ochiq aytaman. Bugun norasmiy ish haqi sizga biroz ko'proq puldek ko'rinishi mumkin. Lekin kelajakda pensiya, kasallik varaqasi, kredit subsidiya, mehnat nizosi va boshqa masalalarda zarar keltiradi. Ish beruvchi bilan mehnat shartnomasi tuzishni, oylikni rasmiy ko'rsatishni talab qiling. Agar ish beruvchi bunga rozi bo'lmasa, siz o'zingizning uzoq muddatli manfaatlaringizni o'ylab qaror qabul qilishingiz kerak. 10-qadam. Har bir murojaatni ishsiz qoldirmang. Davlat organiga borganingizda, ariza topshirganingizda, elektron murojaat yuborganingizda albatta ro'yxat raqamini saqlang. Telefon orqali aytilgan gap keyin isbot bo'lmaydi. Rasmiy javob esa sizning qo'lingizda hujjat bo'ladi. Agar rad javobi berilsa, unda rad etish sababi yozilishi kerak. Sababni bilsangiz, kamchilikni tuzatasiz yoki yuqori turuvchi organga shikoyat qilasiz. Yana bir amaliy maslahat, ota-onangiz yoki yaqinlaringiz pensioner bo'lsa, ularning hujjatlarini tekshirishda yordam bering. Ko'pincha keksa insonlar arxiv, elektron xizmat, yozma murojaat, nusxa olish kabi ishlarni mustaqil bajarishga qiynaladi. Bir farzand bir kun vaqt ajratib, ota-onasining mehnat daftarchasini, pensiya hujjatlarini, plastik kartaga tushayotgan summani, ustama va imtiyozlarni tekshirsa, katta foyda bo'lishi mumkin. Ba'zan odam yillar davomida olishga haqli bo'lgan qo'shimcha to'lovni olmagan bo'ladi. Chunki hujjat topshirmagan yoki o'zgarish haqida xabar bermagan. Xulosa qilib aytaman, yangi pensiya tizimiga o'tishdan qo'rqish kerak emas. Lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Asosiy qoida shunday: sizning ish stajingiz, rasmiy daromadingiz va hujjatlaringiz qanchalik tartibli bo'lsa, pensiya masalasida shunchalik kam muammo bo'ladi. Hozirgi pensionerlar o'z pensiyasini qayta tekshirtirish imkoniyatlarini bilishi kerak. Pensiyaga yaqinlashayotganlar hujjatlarini oldindan tayyorlashi kerak. Hozir ishlayotganlar esa rasmiy ish va rasmiy oylikning kelajakdagi ahamiyatini unutmasligi kerak. Men sizdan so'rayman, sizda yoki yaqinlaringizda pensiya hisoblash, stajdan olinmasligi, arxiv hujjati topilmasligi, pensiya kam chiqish kabi holatlar bo'lganmi? Albatta izohlarda yozing. Boshqalar ham sizning tajribangizdan xulosa oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, pensiyaga yaqinlashayotgan tanishlaringizga yuboring. Chunki pensiya masalasida bir kun oldin harakat qilish ertaga katta yo'qotishning oldini olishi mumkin.